Salomu alaykum. Qanday qilib Bitwinner ilovasini 1 daqiqadan sal ko'proq vaqt ichida yangilash mumkinligini ko'rsatib beraman. Bu juda tez va oson jarayon. Dastlab telefoningiz ekranidan ilovaning belgisini topib, uni oching. Ilova yuklanishi bilan siz yangi versiya mavjudligi haqida xabarni ko'rasiz. Unda sizga xavfsizlik va yaxshi ishlash uchun yangilash tavsiya qilinadi. Hech ikkilanmasdan obnovit tugmasini bosamiz. Shundan so'ng yangi fayllarni yuklab olish jarayoni boshlanadi. Yuklab olish jarayoni tugashini kutamiz. Mana yuklab olish yakunlandi. Endi tizim ilovani o'rnatishni so'raydi. Quyidagi oynada yana bir bor obnovitni bosamiz. Bu o'rnatishni tasdiqlaydi. O'rnatish jarayoni ham juda qisqa vaqt oladi. Ilova o'rnatildi xabari chiqdi. Biz Gotovo tugmasini bosamiz. Ilova qaytadan ochilib, yangilangan interfeysda ishlay boshlaydi. Ko'rib turganingizdek, bu jarayon juda tez va murakkab emas. Ilovaning yangi versiyasi muvaffaqiyatli o'rnatildi. E'tiboringiz uchun rahmat.